Oq dog'lardan aziyat chekyapsizmi? Uni bartaraf qilish uchun juda ko'p harakat va xarajat qildingizmi? Bunga bizda tabiiy yechim bor. Oddiygina mana shu mahsulot sizni oq dog'lardan batamom qutulishingizga yordam beradi. Oq dog'lardan qutulish uchun, uni sabablarni bartaraf etish uchun bunga qo'shimcha ravishda boshqa mahsulotlarni ham programma qilish mumkin. Azizlar, agar oq dog'dan batamom qutulmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bunga tabiiy yechim berib, programmalar tuzib beramiz. Agar sizni natijalar qiziqtirayotgan bo'lsa, video so'ngida natijalarimiz ham otzivlarimiz bor. Oq dog'lar bo'yicha yoki programma bo'yicha sizda qandaydir savollar bo'lsa, video so'ngidagi telefon nomerlar sizni xizmatingizda. Mutaxassislardan Go'zal opadan maslahat olib programma bo'yicha davolanishdi deb mana 3 oydan natija oldik. Qiynalib yurganlarga nima degan bo'lasiz? Yo'q, qaravoring iltimos. Yo'q, gapira olmayman deyapti. Mayli, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lamang, mana boshida o'sha 2-3 oyda shunaqa natija bo'ldi. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi, mana o'sha dog'lar onasi bitta o'rtasi. Mana o'rtasi ochiq kattamidi, mana qo'lingiz bilan ko'rsatinglar, qayeri ochiq edi? Mana bo'linib ikkiga bo'lindi уже. Juda tezlik bilan bitishni boshladi mana. Nariga oyog'im tashlagan emasga birinchi. Birinchi menga tashlagan edi. Nariga oyog'im tashlagan. Mana hozir yechyapti. Qaramang, ko'rmang, jo'ratmang. Har bir ko'rib berolmasdan mana yaxshi qilasiz. Mana qoralari bitib ketganimi? Mana o'sha qora dog'lar qaysi bitgan? Mana bular qop-qora bo'lib bitgani. Yo'qolyapti. Mana ular yo'qolibdimi bular? Yo'q, bu yerda yo'q edi. Mana bu yerda qorayapti-yu. Yerdan bitdi. Молодец. Qo'lingiz oling. O'rtoqlar, mana bu oq dog', mana shunday qoshiqdek edi, mana уже yopilib keldi. Mana bunisi ham уже mana qorayib bitishni boshladi. Bu juda katta rezultat. 3 oylik natijamiz shu. Lekin buni juda ko'p joyga borsa bunaqa natija ololmaydi. Ya'ni bu klientimiz biz aytgan ovqatlar yemayapti ekan. Agar yesa rezultati tas etib oladi. Молодец. Mastalda bo'lavering. Xursandmisiz-ku? Nargis ham bitta shunaqa. Qani bu yog'ini ham ko'rsam bo'ladimi? Voy, молодец, уже mana bitibdi. Buni oldingi rasmi bormi, oluvdimmi? Oyog'ida isini tashlab berganman xolos. Unaqa og'izmaydi, menga uncha ko'rsatmaydi. Uxlayotganda oyog'ini olib sizga tashlaganman. Bu juda katta rezultat o'rtoqlar. 3 oyda oq dog'larni davolash juda ko'p mutaxassislar orzu qiladi bunaqa natijani. Hayotga ishlam bo'lib o'tirib, cho'chilish olib kela olmay qolibdi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidanman. Ismim Husan. Men o'g'lim mana shunday oq dog'chalar bilan og'rigan edi. Men Shahrixonga, Andijon viloyati Shahrixon opa, Go'zal opaga klinikasiga borib, shu farzandimga 2 kurs lichinalarini olgandan keyin yaxshi natijaga erishdik. Shu oxirgi marta dog' paydo bo'lgan yerlari 85-90% yopilgan. Birinchi dog' paydo bo'lgan yerlari asta-sekinlik bilan yaxshi natijaga erishyapmiz. To'liq shu opaga ishonishlaringiz mumkin.